Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, qadrli obunachilar, sog' salomatmisizlar? Hop, jiddiy mavzuda, o'ta jiddiy mavzuda fikr, mulohazalar yuritib ko'ramiz sizlar bilan. Sizlarda ham fikrlar nimalar bo'lsa, kommentariyalarda qoldiringlar. Albatta ularni ham men kommentariyalarni o'qiyman. Javob qaytarmayotganim sababi kommentariyalar juda ko'p. Hammasiga javob qaytarish uchun alohida taraddud kerak bo'ladi. Kuni bo'yi vaqt olib qo'yishim mumkin. Shuning uchun javob qaytara olmayman. Kimgadir javob qaytarsam, qolganlarga ham javob qaytarishim kerak bo'ladi. Shuning uchun hech kimga javob qaytarmayman, lekin samimiy insonlar, qalban birgamiz. Rahmat e'tiborlar uchun. O'zini urayotganlar bor, kommentariy yozib, bir joylari achishib, dang bagir qilib o'zini urayotgan kommentariylarga ham ofarin. Sizlarni o'qib faqat maza qilamiz va yana o'zimizni fikrimiz yana ham to'g'riligini isbotini ko'ryapmiz. Sizlarga mana yozilmagan qonun degan gapni men 1-2 yil bo'ldi ijtimoiy tarmoqlarda eshitishni boshladim. Shu gaplarni yozilmaydigan qonun qoidalar bor. Haqiqatdan shunaqa norasmiy, odam o'zi farosati bilan qilib ketadigan qonun qoidalar bor. Norasmiy fatvolar ham bo'lar ekanda, shunga o'xshab. Norasmiy fatvolar norasmiy odamlar tomonidan xalq ongiga norasman singdirish strategiyasi ish beryapti. Mana kommentariyalarda ko'rsanglar, zoti munavvarlari ga nisbatan bizani o'zimizni chiqishlarimizni hech qanaqa so'kish, qo'pollik yoki haqorat yo'q, lekin bizga nisbatan nasl, nasab, ota, ona, oxirat kunidagi savol-javob yoki dunyodagi azizlik yoki xorlik, shunga o'xshagan nuqtalarda o'ta keskin haqoratlar bilan juda qattiq, qo'pol tarzda xuddi andaza zoti munavvarlarini o'sha qit quluplanib qo'yilgan, xuddi go'yoki hech kim uni yecholmaydi, qulfini buzib kira olmaydi, hech kimni aqli yetmaydi deb o'ylaylarmi? Shunaqa bir filologiskiy so'kishlarni o'ziga qadriyat deb bilib olib, nagli obrazim so'kayotgan ota-onadan, nasl-nasabdan, oila a'zolarini qo'shib so'kishlarni shunda kopiya qilishganda. Endi ijtimoiy tarmoqda endi ular troll deydimi ularni? Trolllar bemalol og'zingiyani gapirib so'kaveradi. Buni ajr olaman, bunga savob olaman deb o'ylaydi menimcha. Chunki buni qadriyatiga aylantirganda, o'sha qadriyatiga aylantirgan. Endi zoti munavvarlariga nisbatan ham so'kishlar, juda qo'pol haqoratlar ko'p bo'ladi. Ularni ham gapirmasak bo'lmaydi, adolatdan bo'lmaydi. Zoti munavvarlariga mana nima desa bo'ladi? Chiroyli so'zlar bor-ku. Nimangizdan chiqqingiz kelayotgan bo'lsa, agar yoqtirmayotgan bo'lsangiz, boshqa bir iboralar bor. Janobim, zoti muborak, avliyoyi zabon, shunga o'xshagan. Mister tushmaydi. Masalanda, shunga o'xshagan. So'kmanglar, hech kimni so'kmasin, haqorat qilmasin. Meni ham o'zi joyi kelsa, g'azabim qo'zisa, eplab olmay qoladi. Lekin biz jiddiy mavzuda suhbat quryapmiz. Hozir qo'qqisdan mayda-chuyda masalalar emas.
lekin aslida masalani o'zi maydasi chuydasi yo'q aslida. Bu masalani o'ziga yarasha o'rni, vazni bo'ladi. Hech qaysi o'rinda so'kish kerak emas, qo'pollik qilish kerak emas. Lekin baribir nima odamgarchilik yuzasidan deydimi, bir qiziqqonlik qilib ba'zan javob qaytarib qo'yamiz. Bu hammada bo'ladi. Hech kim emas, hukmiyman, shirin so'zman, balki deyolmas. Lekin shunaqalar ham bor, lekin haqiqatda umuman halim insonlar bor menimcha. Doim spokойный bir xil yuradigan, lekin ularni ham bilmaymiz qaysi o'rinda qayerda qanaqa o'zini xarakterini ko'rsatib qo'yadi. Lekin zoti munavvarlari, zoti muborak, zoti muborak deganda o'ylamanglar, ana Olovuddin sehr chirog'ida aytadi-yu, muborak nimaga tepaga chiqib olding, tush pastga deydi. U muborak ketmayman, zoti muborak deb men bir hurmat bilan aytaman. U Olovuddin sehrli chirog'idagi muborak emas, hurmat bilan aytaman. Har bir nimani o'ziga yarasha nimasi bor-da, ya'ni har bir nimani o'ziga yarasha nimasi bor. Gapni qarang, tushundingiz, nimani tushundingiz? Tushundingiz-ku, lekin nima demoqchi bo'lganimni tushundingiz-a? O'sha gap xullas. Har bir nimani o'ziga yarasha nimasi bor. Shunaqa gap. So'kmasdan moplab qo'ysa bo'ladi. Shunaqa zoti munavvarlari ancha bizga tarbiya beryaptilar. Mana o'rganyapmiz. Ancha yildan beri kuzataman-da janobim. 16 yoshimdan beri taniyman. 15 yoshimdan beri. Toshkentda yurardilar, u yoqdan bu yoqqa, qizil ko'ynaklari bo'lardi. Shu payt qizil emas, pushti ro'zviy. Ko'pchilik pushti ro'zviy kiyishga tortinardi, noqulay bo'lardi. Zoti munavvarlari yigitlarni qilichi bo'lib yurardilar Toshkentda. Shu 30 yoshlar atroflarida bo'lgan paytlarida. 30 yoshmi, 35 yoshmi taxminan o'sha payt, o'sha atrofdagi yoshlardagi paytda. Endi taxminan mendan yoshroq bo'lganlar o'sha payt, hozirgi yoshimdan. Xo'p, demak, mavzuyimiz nima edi? Qadriyatga aylantirilyapti sekin-sekin. Zotdan so'kish, hadislar, qanaqadir hadislar bor ekan. U men ishonmayman, payg'ambardek zot yoki bir qanaqadir Imomi Shofiyni misol qilibdilar yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam misol qildik. Payg'ambardek zot ana obrazi kimnidir nasl nasabini u yoqqa bu yoqqa ajratadigan shaxs emas-da. Hech kim unaqa tushunmaydi. Zoti munavvarlarning o'zlari ham unaqa demaydilar, lekin hech kim unaqa deya olmaydi, haqqi yo'q. Nasl nasabdan ajratib, unaqa qilib, men buni zoti past, men buniki oliy, men bizning odam bo'lib qolgan degani kelmagan payg'ambar, menimcha. Menimcha emas, umuman u uchun kelmagan. Hozir zoti munavvarlarning obrazlarida ko'r-ko'rona ana muridlari ham qarang, kommentariyalarni polniy zotdan so'kadiganlar. Zotdan, nasl nasabdan u yoq bu yoq, mana shunaqalar. Yo'q, men hamma boshqalarning videosiga kirib kommentariyalarni ko'rmayman, lekin bilaman. Zoti munavvarlarni ham yomon qang'illatib so'kadiganlar bor, chidab bo'lmaydigan. Yo'q, o'zi bunga sharoit qilib berayotgan, yo'l ochib berayotgan kim o'zi? Kim o'zi? Ikkala tarafdan biri haqroq bo'lsa, haq yo'lda bo'lsa, haqiqatda nima desa bo'ladi? Haq ustidaman men desa, o'shanisi ko'proq majburroq, haqliroq, nimasi bo'ladi? O'shanga birinchi o'rinda lozim bo'ladiki, o'sha nasl nasabdan so'kmaslik, uni qadriyatga aylantirib olmaslik. Imom Shofiyni misol qilib, bitta yosh bola yugurib kirib kelib majlis o'rtasiga nima kirib kelsa, shuni zotida bir buzuqlik bor, shu zilmidan bo'lgan. Imom Shofiy ham shunaqa odam bo'lgan bo'lar degan xayol keladi. Imom Shofiyning boshqa nimalari ham bordir. Polni terib chiqqan ekanlar-da, nasl nasab haqida. Polni terib chiqqan ekanlar-da.
xuddi go'yoki ularni faoliyati faqat shundan iborat bo'lgan. Nasl, nasab, oq, qora ajratish. Bu qadriyat, ya'ni din. Din. Ya'ni din qadriyatimizni o'zagi deylarmi, nima deylar? Shunga o'xshagan gaplari bor. O'zbekchiligimiz, milliylikchiligimiz, o'zi umuman insonni qadriyati bor, insoniylik qadriyati yuzasidan olaylik. Milliylik yoki diniylik yoki dunyoviylik emas, o'zi umuman insoniylik qadriyati yuzasidan olaylik. Bitta joyda janjal qo'zib olib, oddiy suhbat, savol-javob bo'lyapti. O'shani aqlliroq, farosatliroq, donoroq odam unga qanaqa savol berishidan, qanaqa qitimirchilik qilishidan qat'iy nazar javobi cho'tki bo'lishi kerak. Keyingi muammoni yasaydigan savol bo'lishi kerak emas. Siz yevreymisiz deb savol bersa, siz haromimisiz deb javob berish kerak. Misol uchun-da. To'g'ri, nerv o'ynab ketadi odam. Yevreymisiz desa, sen harommisan degisi keladi. Undan ham battar pachag'ini chiqarib qo'ygisi keladi odam. Lekin u oddiy odam emas-da, siz bilan men emas-da. Qudva bo'lmoqchi bo'lgan odam, qudva. O'rnak bo'lmoqchi bo'lgan odam. O'rnak bo'lmoqchi yoki o'rnak bo'lishi kerak. Unaqa joyda turib gapiryaptimi, tepadan turib, minbardan turib kak. Endi qo'shnining ichida minbar, pan minbarda. O'sha minbardan turib jarsoyaptimi? Ras chiqdimi? Ikkinchi zo'ringkami? Desa, mana chiqdimi? O'ylab gapirish kerak. Lekin rosa qiyin bo'ladi u payt. Zoti munavvarlari ayniqsa qo'qqisdan bo'lgan suhbatlarga sal anaqa qoladi. Tez emotsiyaga berilib ketadilar. Men sezaman, zoti munavvarlar bu kamsitish emas, haqiqatda bor narsa, hamma biladi. Qo'qqisdan bo'lib qolgan suhbatlarga masalan uchun devskiy bo'ladi o'zlaricha. Nima gap? Nima deb yursiz? Yo'q, baraka topkur. Ko'cha emas, bu janjal bo'lmayapti, to'polon bo'lmayapti. O'shani endi xarakterda nima deysiz endi? Janobimga ham oson emas. Mani o'zim kelib qolsa, men undan battar qilib qo'yishim mumkin. Birato'lani dabdalasini chiqarib yuboraman hamma yoqni. O'zimga ishontirib, unga ham ishontirib. Bu oson narsa emas, to'g'ri. Lekin buni qadriyatdan deyish kerak emas-da. Buni qadriyat, bunga ajr olamiz. Qanaqadir qilinayotgan muhokamalarni to'g'rimi, noto'g'rimi, uni ham hadisdan, oyatdan dalillab to'g'ri kelsa, kelmasa, baraka topkur. O'ynalib ketaysizda. Gap bo'lishi mumkin emas. Rosa videolaringizni ko'raman. Ancha-muncha xizmat qilgan odamda shu el yurtni tinchligi uchun, yoshlarni adashib boshqa oqimlarga kirib ketmasligi uchun ancha xizmat qilgan odam. Rosa zo'r xizmatlar qilgansiz. Rosa eslasam bor-ku, hali ham eski videolaringizni ko'raman. Men eski videolaringizni ko'p ko'raman. Ko'ray, maza qiladi odamda. Zo'r bo'lganda farosat. Shu payt tiniq bo'lgan. Bilmayman nima bo'ldi oxirgi paytlar. Strategiyalaringiz o'zgarib ketdi. Missiya, qanaqadir missiya deysiz. O'zingiz Hamza roziyallohu anhuga. O'sha paytda to'g'ri Hamza roziyallohu anhuga borib qanaqadir nasabda, ilmda nasabda balki o'sha paytlarda, eskiroq paytlarda nasabdosh bo'lgandirsiz, ehtimol. Agar o'sha paytda ham biz bilmagan bir narsalar qilib o'tdi, ya'ni anaqa yurmagan bo'lsangiz. Ijtimoiy tarmoqqa chiqib yaxshi chiqib keldingiz-da, muloyimgina bo'lib, boshqa qilib. Masjidlarga bordingiz, bu yoqqa bordingiz, muxlis to'pladingiz-da, endi qo'pol gap u, lug'atda so'kish ma'nosi yo'q, oddiy gap. Lekin qo'pol gap o'zi tegida. Ishlatsammikin shu gapni? Bir narsani itaradi odam, aravani itaradi, boshqani itaradi. Shuncha muxlis to'plab oldingiz-da, endi
endi aytolmayman. Nima aynityapti sizni? Baraka topkur. Mana bizani ko'pchilik sizga muxolif bo'layotganlar sizni qadriyat, siz da'vo qilayotgan qadriyat yoki boshqaga nima emas. Siz o'zingizni fe'lingizni, xarakteringizni, qovunlaringizni din deb olyapsiz. Din deb olyapsiz, qadriyat deb olyapsiz. Payg'ambarni yomonlik qilyapsiz, Qur'onni yomonlik qilyapsiz. Ulamolarni yomonlik qilyapsiz. Odamlar qo'rqyapti sizdan gapirishga sizga. Sen internetga chiqib qolibsanmi? Qo'y, u bilan olishma, u bilan o'ynashma. Mani yaqinlarimga ham. Men anaqa qilmasin. Opasniy u bilan gaplashmasin. Hali u yerda, hali bu yerda. Qo'y. Nima odamlar haqingizda unaqa o'ylaydi? Nima sharoit qilib berdingiz? Nima povod qilib berdingiz odamlarga bunaqa o'ylaydi haqingizda? O'zbekiston fuqarosisiz. O'zbekiston fuqarosisiz. Siz ham har kuni ertalab bir joyga kirishga majbursiz. Mana bu. To'g'risida. Bir-birimizdan ortiq joyimiz yo'q. Pasportimiz bir xil. Bir xil. Sizniki sal yana bitta pasportlaringiz bo'lsa kerak balki. Nima farqimiz bor? Sizni farqingiz bizdan farqingiz ahli ilm emasligingizda. Siz ahli ilm emassiz. Bizlarning farqi siz bilan farqimiz johilligimiz. Siz ahli ilm emassiz, biz johilmiz. Tushunyapsizmi gapni? Johil bo'lganda sizdan ko'ra johilroqmiz, xolos. Lekin Xudoyim bergan bizga bir Xudoyim yaratib qo'ygan fahm, farosat, aql ne'matlari bor. Ularni siz bizga bermagansiz. Biz o'zimiz mehnat qilib erishmaganmiz unga. U Xudo shunday tuhfa qilib yuborgan, berib yuborgan. O'shan bilan ko'ramiz biz. Siz qanaqadir dalillaysiz, u qilasiz, bu qilasiz. To'g'risida manhajda boshqaga tuhmat qilib o'tib yuborishga shoshilmang lekin. Manhajda adashgan yoki boshqa yo'lda unaqa deb yuborishga shoshilmanglar. Odam bo'lib bunday o'ylaylar. U filologiskiy so'kadimi? Nagli so'kadimi? O'zi so'ksin. So'kayotganini tan olsin. Uni qadriyatga to'nkamasin. Bir joyga qamalib ketishdan qo'rqib, bu din deb yormasin. Bu bir narsani bilmasa gapirmaydi deb, hurmat qilib, boshqa qilib, shuncha o'qib qo'ygan deb, bu yoqdagilar ham indamaydi sizga. Bu dindan ekan bu deb bir narsa hadis ko'tarib keldingiz, endi to'g'risida nima deya oladi? Kim sizga nima deya oladi? Shuncha narsa o'qigan deydi-da, vaziyatdan, fursatdan foydalanib olasiz. Maza qilib olasiz bitta. Birata oka, xullas. Janobi Vechniy haq emas, oka. Bunday gapda suhbat bo'lyapti, yoki bahs bo'lyapti, yoki kelishmovchilik bo'lyapti. O'sha yerda janjalli kayfiyatni odam so'kmasdan ham yasab qo'yishi mumkin-da. O'zingiz bilasiz nima haqida gapirayotganimni. Film, siz bilan meni film o'xshashda, siz tushunaman men shuning uchun. Bo'lib ketib qoladi odam qilib. Shunaqamiz-da, siz ham mana. Ahli ilm emasligimiz shu yerdan-da. Siz ahli ilm emassiz, men johilman. Siz ahli ilm bo'lganingizda rasmillik bilan ahli ilm uzoqni ko'rib bunaqa gapiradi. O'shanda uzoqni ko'rganda u uzoqdagi Hamza roziyallohu anhuga borib naslda taqaladi. Endi sizni to'g'ri, unda shu paytlarda insof qilish kerak deb o'ylaydi. O'sha paytlarda oldin chiroyli nimalaringiz bilmayman, zerikib qoldingizmi? Nima bo'lyapti sizga, o'zi tushunmayapti-da. O'ziga o'zi ham tushunmayotgan bo'lishingiz kerak. Tavba qil, astag'firullah. Ya'ni niqil ensada. Siz zo'rsizda, baribir siz zo'rsiz. Sizdan zo'ri yo'q.
bizni kambag'al qashshoq bir faqir johil siz zo'r kommentariylar yaxshilar ajimana qilib kelinglarda keyin o'zinglar deb uringlar maza qilib o'zinglar urayotganinglarda mazlarni o'qiyotgan bo'laman sog' bo'linglar.